Biz navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. Bu yerga ham mana 180 talik aqlli kotelni qo'yib berdik. Bunisi firmasi boshqa, lekin o'sha Vayland kotellarni xizmatini qilaveradigan kotelni o'rnatib berdik. Kotel yonganiga 10 minut bo'ldi. 10 minut atrofida bo'ldi. Mana o'sha 39 gradusga olib chiqdi. Ishlashlari zo'r. Hozir ispitaniya jarayoni ketyapti. Bu yerda ham mana o'sha tokni ko'paytirib bergich stabilizatorlargacha o'rnatib berganmiz. Bu obyektimiz 130-140 kvadrat atrofidagi obyektimiz. Bu yerga mana dushka chiroyli qilib o'sha bitta 180 talik aqlli kotelni o'rnatib berdik. Hozir bu yerda jami bo'lib 6 ta radiator o'rnatib berdik va bittasiga, ya'ni oxirgi 7-kotelga yana bitta xod qoldirib ketganmiz. Bu xonadonimizda mana xonalarning kvadraturasi kattaligini hisobiga 2 metrlik kattagina o'sha radiatorlarimizni o'rnatib berdik. Mana issiqlik kelgan. O'sha kotel yonganiga 10 minut bo'ldi, bo'lmadi. Issiq suvlar kelib, o'zi mana isishni boshlagan. Mana bu yerga ham o'rnatib bergan ishlarimiz. Bu mehmonxonamiz. Bu yer eng oxirgi tochka bo'lishiga qaramasdan mana hozir uyda egalarining o'zlari ham ko'rishdi. Issiqlik o'sha birinchi radiatorda qanaqa bo'lsa, oxirgi tochkada ham bir xilda kelyapti. Boshqa xonalarda bittadan o'rnatilgan, bunimizga mana ikkita radiator o'rnatib berganmiz. Bu yerda ham polda tagidan sifatli materiallar bilan qilib berganmiz. Hozir kirib chiqqan mehmonxonamiz mana shu edi, darvozaxonaning yonidagi. U yerga ikkita o'rnagan, qolgan hamma xonaga bittadan o'rnagan, jami 6 ta radiator o'rnagan bo'lyapti. Bittaga alohida mana kuxnyaga tochka qoldirib ketganmiz. Hali u yerga kirish iloji bo'lmaganiga. Tochkasini o'zini qoldirib ketdik. Shunda bu yerga jami bo'lib shu 130-140 kvadrat atrofidagi obyektimizga 20 million ag'bag'ida rasxod ketib qolgan, usta puli, materiallar, kotel hammasi ichida bo'lib turibdi. Mana shunaqa xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib beraveramiz.